Salom do'stlar, bugun men buxorocha osh tayyorlab va AQSh prezidentining autizm haqidagi chiqishini tingladim. Prezidentning fikrlari quyidagilardan iborat edi. Ko'plab bolalar emlashdan keyin autizmga o'xshash belgilari paydo bo'lgan. Bu holatning sababi nafaqat genetik, balki atrof muhit omillaridir. Vaksinalardan simov va alyuminiy olib tashlanishi zarurdir. MMR, bizni tilda KPK vaksinasi alohida berish, gepatit B'ni esa 12 yoshdan keyin emlashni taklif etdilar. Vaksinalarni faqat bosqichma-bosqich qilish kerak, hammasini bir kunda emas. Tanalol homilador va chaqaloqlarga berilmasin. Hukumat hozirgi kunda Leukovorin dori vositasi autizmga tavsiya qilinadi. Shuningdek, ota-onalarning yillab e'tiborsiz qolgani tan olindi. Don't give Tylenol to the baby. After the baby's born, every time the baby gets a shot, the baby gets a shot. They say, here, take a cup of Tylenol. I've heard that for years. Take Tylenol.